Sizga 3 ta savol beraman. Savolni javoblarini menga emas, o'zingizga berasiz. Va bu javoblaringiz o'zingizni katta ehtimol bilan o'ylantirib qo'yadi. Birinchi savol. Kecha shaxsiy ehtiyojlaringizga, kofega, ovqatlanishga va boshqa mayda xarajatlarga qancha pul sarfladingiz? Endi ikkinchi savol. Inson uchun eng qimmatli resurslardan biri bu vaqt. Kecha qancha vaqtingizni o'zingizni shaxsiy rivojlanishga, ya'ni ertangi kuningizni kechaki kundan yaxshilashga sarfladingiz? Yoki necha soat ijtimoiy tarmoqlarda bizni rivojlanishimizga foyda bermaydigan axborotlar, ma'lumotlar, boshqani oilaviy muammolarini tomosha qilib sarfladingiz? Va nihoyat uchinchi savol. Sizni atrofingizdagi insonlar, atrof muhitingiz sizni kelajagingiz uchun qancha hissa qo'shishyapti? Yoki kechaki kuningizni takrorlab va diqqatingizni chalg'ityaptimi? Agar shu 3 ta savoldan qay biridir sizni o'ylantiradigan bo'lsa, demak o'sha yuqoridagi resurslardan vaqt, diqqat, pul hech bo'lmaganda 1%ni o'zingizga investitsiya kiritishingiz kerak. Rizayev klub aynan shu maqsadda tashkil etilgan yopiq Telegram kanal. Agar siz qimmatli vaqtingizni, diqqatingizni va pulingizni atigi 1%ni xarajat qilib, ertangi kuningizni kechaki kundan yaxshilashni istasangiz, unda yopiq Telegram kanalimizda sizni kutib qolamiz.